Sarvarjon, Oh. ushlab tur pomidorni. Hozir kelaman. O'g'lim boya bergan olmamni ber. Qanaqa olma? Olma berib ketdim-ku. Pomidor berdingiz. Olma berdim. Pomidor berdingiz. Buni olma qilishda iloji yo'q, a? Pomidor bersam, pomidor qaytarib bera olasan, a? Qara o'g'lim, o'zingga do'st tanlayotganingda o'zingda bor va o'zing bera oladigan fazilatlarni do'stingdan kutgin. Ya'ni o'zing sadoqatli bo'lsang, o'zing omonatdor bo'la olsang, o'zing har qanaqa holatda turib berib, qiyomatlik do'st bo'la olsang, xuddi shunaqa do'st qidir. Lekin o'zingda bo'lmasa o'sha fazilatlar, do'stingdan ham kutma. Chunki inson o'zida yo'q narsani o'zgadan kutish o'z aqlga sig'maydi. Xuddiki pomidorni berib, olma qaytarib ber deganday gap bo'ladi. Tushunding-a? Avval o'zing aytishing mumkin. Ba'zi do'stlar bor-ku, men qilganim bilan ham bilmaydi. Demak, u do'st emas. Yana do'stingni qidirishda davom et. Lekin do'stlikda o'zingda yo'q narsani talab qilma o'g'lim. Kelishdikmi? Ovqat qilgani ketdim. Nima deyishing kerak edi endi? Obuna bo'lib qo'yinglar.